Uyda topiladigan masalliqlardan hozir shunaqangi zo'r pirog o'rgatib qo'yaman. Tushunishingiz yana ham osonroq bo'lishi uchun o'lchov birligini piyolada ko'rsatdim. 4 dona tuxum bilan 1,5 piyola shakarni aralashtirib olamiz. 2 piyolada qatiq, yarim piyola o'simlik yog'i solamiz. Qatiq qachib qolgan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Xuddi o'sha piyolada 3 piyola un solamiz. Sal qolsa o'zimning esimdan chiqay debdi, 1 osh qoshiqda razrixli sil sovuramiz. Yaxshilab aralashtiramiz, xuddi videodagi massa bo'lganda bir chetga olib qo'yamiz. Ustidagi kroshkasini tayyorlaymiz. 1 piyolada un, yarim piyola shakar, 100 gram margarinni kroshka holiga keltirib olamiz. Margarin surtilgan idishimizga massani quyamiz. Yozda qish uchun tayyorlangan, lekin yeyilmagan vareniya yoki jemimizni solib chiqamiz. Hamma joyiga bir tekis qilib tarqatib, ustidan kroshkamizni sepib chiqamiz. 170-180 gradusda qizigan duxovkaga 40 minut 50 minutga yuboramiz. Nachinkasi o'zi bilan yumshoqqina mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Xuddi shu usulda qiladigan bo'lsangiz, sizga ham o'xshab chiqadi. Bu retseptni qishda vareniyalar yeyilmagan dugonangizga yuborib qo'ying. Menga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha!